Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana qo'ylarimiz ham Xo'jaipokka yetib keldi mana Kengtaladan. Bugun keldi mana. Yaylov qaytishdi. Endi qo'ylarni qirqim qilib, dori ukolini qilib, endi g'o'chqor qo'ya berar ekan, paytimiz ham keldi. Qo'ylar o'sha birinchi kundan bu yerda ob-havosiga issiqqa ilishyapti. Endi shu daryoni bo'yiga abetlari tashlab kechqurun bog'iladi endi. Bir xillar bahorda qirqim qilishadi. Biz faqat tog'dan qaytgandan keyin qo'yni qirqamiz. Bizda joylar sovuq. O'sha mana yana bir 2 kun oldin qor toshlab boshladi tog'da. Qo'y bu yoqqa qarab qaytdi. Shuni evaziga biz bir marta qo'y qirqamiz shu avgust oyiga. O'zi tulab ketadi, tulagani. Qolgani bir marta qo'y qirqiladi. Okay. Havla quvvata illa billah. Bo'lishalik o'ta yaxshi bo'lgani evaziga qo'ylarimiz yaxshi holatda tog'dan qaytgan. Kuzatib boringizlar buni qirqish jarayonlarini, junini, ukol jarayonlarini qo'yib boramiz. Obuna bo'lib qo'yingizlar. G'o'chqorlarni qanday tartibga qo'yishdi, g'o'chqorga em berishlarini, holatlarini ko'rsatib boramiz. Endi shu bilan 3-4 kun qo'yga dam berib, keyin dori ukollariga navbat keladi. Ungacha qo'y dam oladi endi. Hozir yana 1 kunlik yo'limiz bor o'zimizda. Hududga borish uchun 1 kun yana yo'l yurib Kacharga yetib boradi. Yana mana shu daryoning narigi adog'iga, daryoga yotadi mana shunday qo'ylar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kuzatib boringizlar, obuna bo'lingizlar. Nasib bundan boshqa videolar qo'yib boramiz.